Ben mi? İtte. Böyle oynap çabalda Sobayı bulaklarda Beyzunla. Böyle oynap çabalda Sobayı bulaklarda Şu çağdı halkın akşilayı Nakşilayı hazır mı kulaklarda Şu çağdı halkın akşilayı Nakşilayı hazır mı kulaklarda Vay. Nem qilib qo'ydim meni aram meni vaqanda. Voy to'g'a bir narsa olay degan. Voy yili kelatdim emasmi? Voy ya hoziram men. Ketaylik Avapta bala bak. Nima lozimdi degan narsa qilma. So'di qo'vasin. Mang'chu pasilning ichimligining yo'g'undan birni. Albatta kamay Kenguning kichu, o'zimning kenguning kinaldan. Ashdan tutqusni ishkini, ondan men sanamning chasupundan ishkini. Bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldimi? Mana misa. Bo'ldimi? Ha, rahmat, xo'sh, men mandim. Qizim, maka. Ha? Makagin. Salam qilmaydi. Qo'yib birdan o'ltira. Ishim bor to'g'a. Ishing bo'lsa birdan o'ltira, gap bor. Birdan o'ltira. Ha, bo'ladi. Ya, meni Saqam. nima bu? O'sha yaqindan yaqi. Qaldingmi? Ko'zim qichishib qara. Ajoyib bir xil ko'rolmaydigan bo'lib qoldim bir nimalarni. Voy qiyamay qolib qoldim. Voy, nima deydi? Nima bo'lganda? Mengo, ma olqini qichisi pul kirdi deb anglagan, lekin bu ko'zi qichisi mikra. Ko'ziga ish. Ko'z qichisi nima? Ya, haqiqat. Bu ko'z qichisi nima bo'ladi? Endi cho'nglar qo'l qichisi, alqan qichisi pul kirdi deb qo'ydi ekan-ku. Bu ko'z qichisi nima bo'lganda? Ko'z qichisa derken? Ha. Vay, men bilmem onu. Ben şu ilki dümüz qichishgan eshak tugmanga kelibdi. Dedim işte mamay besh qichibga bir-birisidan putini qetdi. Al ko'z qichishganga onu o'qimayman qara. Sen bilemsen ya? Bize öyle endi mening dümbem qichisi momay tatlaydi. Momayla qichisi men tatlayman. Bek unda qichish qoladi, bilmaydigan kim uni. Ay bo'ldi la unda Qichish qoladi, bilmadim. Saqam ma yurtga qarab qo'ydim, joniki. Bu jinka, lekin shu suv bek chilab, dazmolni birli sevasan, ankin hashlasan. Qo'rqmay hashlaysan. Amsi Voy, o'tag'in, voy, men edim boshlab akagan ekan, qarasang dedi hozirroq gap bor. Qanday gap? Bu nima gap desang? Men dedim-ku, o'sha ko'zim o'sha kechini yaxshi, bir narsani faqat farqlantirmayapti men-ku. Men bir muncha nesilayapti. Ashuni menga bir o'qib bergina. men vahshiy yaxshi o'qiganjimi maktabda. Ne deydi? Avut komisha 10 to'yga 10 tetim, 10 yarim tal tuxumni nesi oldi. U yerim degan qanday tuxum hamda? Yerim degan, Manda tuxum o. Yerim tuxum deganchilik çekilib, serigi ichini qilib, ikki teshik chiqib ketgani biz yerim tuxum deymiz. Ya ondan emas o. Qandoq? Ay yo'g'on tuxumning kichigregini. Ilki cholib turib turgan. Ani yerim. O'shanda. Yo'q, talashmanglar bo'ldi. O bo'dini bo'dindan tuxum ham daqdi. Shunday. Ela qanday halvama? Shu. Yana o'qigan nemiki yana. Sabir Sekrat 30 tal marjun bilan bir qop yo'tal doğrusini nesi oldi. Onu balları değme. Marujunu yap. Anda olup meclisi soğuk digip
Sakıyanmay. Öldü davatatdı. Esi senin dükkanından ilip buğa işkende o ha. Yo'q. O Marjunun ağanchaqda qara. Ha. Marjun ağanchaqda o'sha yo'tal do'risidan qo'shib bergan. Anqara. Uning ustiga yo'tal do'risini bundoq ayirib kunda 3 vaqt ichsa deb qo'ygan meni. Uning bilan nimaning ishi bu? O'shular Ey, munosabat meni. sen baqa Marazonga öteldir gitmegiçe av meşkan ey. Bunda koymaylan gitmememse. Oldu. Vay bu 30 ko'yluk Marjunning nesi pulini ololmay yalvirib mumkinni ko'rdim. Bu mashina pulini olaman deb tizlanmadigina uning qanday. Ey, Marazonga öteldir gitmeyipse. Takat kapşit bakamsın. Nimeğini gitmeye koydun. Uçak kurtlar süzlük itbire bu. Ama tamak satkan bolsang dayma kazanı gitmeye diyecek. Ama kaza satkamsa olbirde itbire. Hey, ağıt kumşağı tukum sütü demiş ki mikye gitmem de. Ya onu kaldı gülüş ala edisyon köşü koygun. Kalan sana demek indin. Hey, senden dayma 100 kilo süt alay. Kalanı gitmeye bize. Allah'ım Allah'ım. Ondan sonra işkanlar aşı 10 kilo hasal almamsızlar. Aşı her bakan itizini köstüp koyayım. Ben menga Voy, ama bir mod çakçaklarını anladı sen bana çoğunlamışsın da. Çak plus kitaylar kana. Qara, ama ağın oqig'ina. Yana qandaq nesilar var ki? biza hala e'tiborning parishkudan 23 ni nesiga oldik. Nima qoldi bu xuddi? Bu halaq degenin nimesemdi o? Mehnat degan gap. Buningga biza mehnat deb yozilgan bo'lsam ko'rib qolsa, ay qo'lini ko'zamga tiqib degan men. Buning ustiga qo'li pokizroq bo'lsin, mayli, mehnat qo'lini tiqib yotishnikini ko'rib. Ya onu udalık bilgenlikin parış satkandikin şimene gitmez abza. Endi tugidi. Emsa tag'amen rasmiy mangdi. To'xta. Bari mehnat. Endi sen mushularni o'qish jarayonida nimalarni his qilding? Abdur'unki sizinki aşı. Nimisi ta? Merkezi idisini so'radi meni. Abdur'un sizden aşı muşiniki merkezi idisi değil mi demekçi. Nimeni iş kıldın et. Nimde pişerdin et. Açın demek de bu. Maktabni yaxshi o'qib degan qo'y. Menju buva. Mushu 10 tal tuxumni nesiga vaqtimizda bir tal budun tuxumni bekaga berdiganligini. Qayrganda marjuni esa og'rib o'lib qoldiganligimizni. Mushu parishk tanlaganda e'tibornikini tanlaydiganligimizni bilib oldim. Ama muştak his kıpsız. Top doğra bana. His kıgınınız ait doğra. Maktabni pek yaxshi tugatgan o'qishdi. Maktab nayt yaxshi o'qigan. Akıllıkka ben mektep tüketkenge bana bir yıl 75 yıl oldu elimde cübsetse. Bana. Aş maktablarda o'qiyotgan bir tekis bo'ladigan, bir tekis bo'ladigan. Nima ta? Esim keldi. O'qib beraymi o'sha tekisni? O'qig'ina, anlaydi. Esimlarga keladi sizlarning uchun. Keladi. Endi mana bu kishi ismiga daxl taruz qilmaslik uchun o'zgartib berdik-da. Qaysidir o? Diqqat, G'oncham ismini Alfiraga o'zgartib. G'oncham-da, Hocam. Maktabda. Alfira uydan nayt xo'shal holda shundoq yugurib keldi-da. Do'kondan bir muncha narsalarni ilib, xaltaga qochirdi. Shu zamonlar hammaning hisobotini qilib bitib, pulni naq berib, butun nesini uzatdim jimo, tag'a xo'sh deb ketdi. Buningdan faxrlangan tog'isi qarab bir xil faxrlanib qarab qoldi. Pulni verdigina oldu. Ha, nima degan? O'shdoqim deb ketamsa, buyurma pullarni. Qachon? Qo'sh hamon bir kun berma, men unutib qolmadim. 30 ming qo'y qilib ketdi, 30 ming qo'y. Ha? 30 ming qo'yni deb to'lat bo'lolmayman, do'konni ochamdim yoki sizlarni deb men do'kondan qochamdim. Qanday ketib bu yerga? Yay. Bu kız Üzan'ın adısının kızı da hamdi. Şundak da o. Biri tudu. Bu sen çoğunum. Vay, sizlar shunda degan bilan, yani Rangpez xonig'imi og'ich qazulab, buningga kirgan elchimi qazdan qo'rqib qochib ketdi, undisa. Mana shunday gap bo'ladi. Ola şerrini. Sen tog'ammi, emasmi, oshdan demsa haqni oldida. Satamazmi o?
Kızım manda. Ama işte Aval man koçun nesi pulunu ondan. tölüp ötüp, onun deki Abi, nim çok alsan değerli. al. Cuma. Maşu. Voy tağa. Voy meni bundaqla ödep ketmesmen, meni pul tapaman, aman bir gün beriytmen. Öygü berip qarap baqa, opam dadamdan texi mijaz yo'q, qochlar texi juqsiz turdi. Yig'ildi. Yeri desek tuzak nasimi yo'q. Yig'ildi. Haq anlab qalsa, sening yuzingga setemesman, ashtaq bir tog'is turib, shundaq bir do'konlar turib. Rastı. Bopta, men bopta. Çakama. Bana. Oldu, biri tutu. Oldu. Beriytmen uni. Bana ben bilmem o ben misin bana. Mene benim. Deyilse sen. Bana. Xo'sh buva. Biri tutu. Kaç kuşlar jüdo benim. Severden hem de özağını tuttu ne? Anda kuşa. Ülep kalmış o nemde. Ya bu dükkanın icarı pulu kaçlık? Vay gap qilma. Vay mushu elimi mushu nesining jiqligidan pulni qaytirib ololmay, ma top taqat quchilag'imi, ag'ich qazulab, men mushtabdan nima qilishimni bilolmay qoldim juma. Taqaytiman juma bu do'konni ochig'im kelsa. Bu bichar do'konidagi mallama. Xalqning shu Nesim, ag'ich nesim, qazigim bo'g'ilib ketdim men. Kopta. Qanda kız. Ay defterden ne toştu? Vay man 18. deptem abi. Oho. Onun kıyımlarak da takmışlar. Yani Voy, taqa qandarak yaxshimi? Bilamma? Yaxshi. Qandarak taqa yaxshimi? Salomat bo'ldinglar. yaman ciddi bu. Men aldiraytim taqa, unda olsam kine. Aka. Qandarak yaxshimi bilamma aka. Menga ilqi o'lchimni ochiq suydan bir ne aka. Ana ilqi o'lchimni ilqi lalchan bor-ku. Shuningdan bir ne. Andan keyin ilqi tortib ishlatgan qog'oz borda do'konda. Ba, hammasi ba. Vay. Anda shuningdan bir ne. Yana to'shay yo'qas, to'shaydan birda ilib aka. Kim balçı bu? Bola aka ishtika oldirayman. Ben mangdam akamsa. Ben mangdam. Ile uy kirasajma. Maqna taqamsa. Xo'sh. Ya severden gözüm tutuşmağa otma. Hey, bekle. Bekçi kımçı sözümü sen. Kim bo'ldi? Çekemçi. Mana pulni berib bitib. Anladingmi? Puli ne? Voy, nim deydigansa aka. Voy, bu opam ochiq degan to'sa bu narsalarni. Hamda kichik opamdan pul olsiz degina. Ems ben qaysi opamdan olamayamsa? Kimdan olamayman deb. Kichik opam, cho'ng opam, hammacha deb dukon ochandim ben ya. Bola aka, qaqshmini. O'tir. Qara aka. Mana gap. Mush ayolim o'rimchi ketganda, ashirqi men bir hafta uyansam bizning uyga mehmon bordingmi, ha? Mehmon bordingmi? Ha, bordim. Shu mehmon keldingmi, kelmadingmi? Keldim ha. Ak mehmon kelgan vaqtingda opam tomoqni itib, o'sha oldinga qo'yib bergan vaqtingda mazza qilib yedingmi? Shu chaq opam pul oldimi, olmadim sendan? Nima ichsan? Ay, yedim ha, yeginim bilaman. Ondan ayliqi, nima? Ochiq suvni ishga vaqt tomoq yegan vaqtda ochiq suvni qo'ygansa? Qo'ydim. Pul demadi shu chaqda apa. Yana shu anda o'zing bet apaqa? Lazcanımı saldım. Nim demekçi? Undas lazcanni sapsa. Har qitim tomoq yegan vaqtingda ochiq suv, lazcanni sagan vaqtingda opam uningga pul demadi aqcha. Voy, ani qoldirib qo'ydimku men. Nimani qoldirib qo'yding? Hojatxonaga. Hojatxona qoldirib qo'yding deb. Ey, endi shu demakchi, men buni aningda pul olmadim, men olmayman, olmaysan demakchiman. Onu endi küçük opangdan pul hep yursan, mendan pul yursan, tuqqanga bersam bo'pti deydi endi. Buni deydi qandamda. Endi men to'shayni mantiqa. Bo'pti, yegandan lazım açık su obunasi bo'pti, qog'ozdan bo'pti ba. Bu to'shayni nimaga? To'shayni nima? Qara aka. Endi men ayolim va eri men pul bermadi, andaqimda, mandaqimda qaqshab, sen bilan urishib, yomonlab ketibdi-ku. Aqchon kechdi bizning uyga borganda, men kiygan to'shay yo'q, bu to'shayni sen kiysa, unisiga yetiq paypaq bilan tiqi. Shuni ep qo'ydim endi. Of. Mush dukan qarab. İkinci bir dukan, mush dukan tarafı dersimiga ne kamcıma? Bo'ldi. Men kechdi bag'achada mana shu
Baypıqımda mı, putlarımdan pakız jüp kirme. Oldu ektem. Mana ма кипаң болды aka. Ikkalab quchoqlab tasidi. Maqda. Ulas kechda uyga vaqtida borasiz, ha? Baqra taqamsa. Biz babayımız boldu. Maqda. Senin oyunu bağandın. İsavat. Boşum isabat qildi ekan bu. Mimarlar beriştin. Saklısı ol. Kamalim başqa yerlarda tamoq yeysanchi. Bularla uyudum anda depter var mı ya? Bunu bir yerlerde nisi yap demek mi? Bu oy mutfak gibi çıktı. Benim peyda ol. Burga? Kompisgan. Burga. Denzan. Bulan ha? Nem kız o ne? Ronşo kılma bulan. Neydi bunu? Bulan. Hey. Onu kara. Yo. MC Ferg Zencir. Taptım o bunu beşinedeki pakalı ne? Buyudum. Ha? Buyudum. Ayta öz büdür mü ya? Turmuşun kalayıp kampıp müştavıp gittim o. Özgüde. Bunların oynap başlak vardım ya. Ya deyme. Bir apısı yok, bir kozda var. Acayip. Hey. Peşindeki çaşma mı, pambemem mi o? Makamsa. Ha? Soyam tokmayada. Nima unda degan? Nima? Ol. Toğrayım ben bunu aldın Nima ne? qilmaymi qilpamda? Koyamdım bunu. Ya. Bak, gap kılalım mı? Toxta sen. Ya ben Biz neçe otardıq. Neçe ben kettin. Sen çodadan tükünü mü bu? Vay ya aka ma itibarninki ma arimasini sovg'a qildim. Va turmushda jiqshiltidigan. Lekin ma ba'zi qimmat buyumlarni itibarning shu to'y ba'zidagi supsida shu choshika yaqtında arimas sovg'a qilsak hem bahilab shatkil bo'ldi. Endi qaytuga vaqtda besitimiz qaytudik deb soat bo'yicha o'zi ko'lab tutib oldi. Eğer kaytırıştın bunu bir iş kıp koysan ki buzum. Ha, bunda gap var. Sapaliq qo'y hammamiz. Sapaliq Kay qo'y. sapan deyse oturduğun bu ya. Ya, biz sapaliqga buzib qo'ymaymiz-ku. Daha dikkat kılcıma. Ma'qul. Bana çıkın ey. Xo'sh. Nime degen. Kemi geldi nime o bu. Ha. Şunu bir adamların sanını toluqlab turduğu bir adam bu. Bu şimdi avarıp turup da. Başka kim aydım ama yaş kılık gidiyor burada. Başka yok mu? Şu an ben. Soye. Degen iş kılıp keyfiyatı hacet buzulda. Maşat oturup biz senin bir nak kılgı bizim çitmek kadar. Ya sen şu itibar kolaylıkla üçürütüp neyse kolaylık tukademiz. Sen maşat neyse dükkanda mısın? Açtan Ras neyse dükkan degen mağazının bolu Sen deken. çok pul Ay pul. neyse dükkan bu özgerken çağda nek pulu satkılı olan deken ya. Neyse satama dep baksan deyme. Ay. Ay müşkillerde müşkildak dükkan açmak muhtaççı mı? Şuna bas. Ata ana uruk dükkan açsın elde bana. Ya kollamay vatta. Şurada. Özleri birdim kılmaydı. Rasemez Bana bu. da dükkan içip koysana ay dakikaga neyse. Şu. Oy hazır kara. O birisine pul verip koysan mı teki? Sana kayıtmak tügül tek deşnem yeyse. Yemeydi. Anam degen lava. Ağacım berip yaman boğandım. Beme yaman boğanım yakşı. Şu an bas mı? Hey. Hey. Yaptın yok alt götürüp akan kevatam dedi mi? Ha? Gördün mü hala? Opla. Ras yüke. Hey bana. Çünkü müke. Bak, Biz bak. anı seni yok geldi koymuş anınga. Makul açtık. Yok ya bir yak kettel de koyalım. Cuma. Giri. Deyimiz mi? Neymiş? Sen çık aldık. Hey. Toxtuğuna kadar kavalına açma. Yok ay o. Ketti o. Bizim kayıttık. Elfire cihan kızım abdam mı? Yaxshi. Kapır pediniz mi? Vallahi ne? Neyse ilip. Gaz kılıveti de bula vurup kaldı. 30 olsun diye de yaman kokup gitti. Daha ili verdiğin emez mi? 30 olsun toy kıvatız bizim elke. Rasko? 30 olsun toykan bilen 30 olsun gaz koydu. Kaz kuyuptu. Elfire sağlığımız kılıp rolgama pişecek. He? Monstiga benim cihan kızımın rolünü şunda yaxşı aldı. Mening ta'siratimdan shunchalik yaxshi bo'ldi deb o'ylayman hamda. O'zim ham shu yaqinqi yillardan beri shu MTV'larda bo'lsin,
Elkam benim bilen ikisine ait yaxşı rollarını elip bek endi voyaga yetkazib kelyapti. İqtidarlıq bizning aktyorlarimizdan birisi. Bugün menen jiyan qizim bo'pti-ku, qo'ymamdan bo'pti. Shunga baldırlar, shuni aytdi, pakiz. Ögünüşme ketmedi. O'zingizning uchun rol elish jarayonida qanday bir his qildingiz? Ha, oldi bilan eng avval his qilganim o'zimning bir yurtlik ustozlarim bilan tunji qatim hamkorlashishim ekan. Bek suyundim, bek xush bo'ldim. Rahmat. Andan men qarsam, men bu iliq kitobni bek nimda ketmedi. Ha. Men kitobni musiqandalam topshirib ilib bek nim qilmabdi ekanman. Shuning bilan hajab chiqgan bu bek vaqtnab qo'yamanmi, u bu qandaq bo'ladi deb sal jiddiylashganda qilgandim, lekin shundaq hamda o'zimning tasdimimda bek rohatlanishda oxirlashdi. Bek hayajonlandim. Andan bu ishga bo'miz to'xtamay yumor so'zlaganda jo'yliq o'zim tutamaydi ekanman, kulib istab. Chiqib bek yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Kirib ketdingiz ishga bo'may ish qilib. Bular bek güldürdü ha. Rahmat. Sizningki shu jiyan qizim bulab shu. Ay voqelikning o'zi mushlarninki shu yumor so'zlab bizni o'xshatib shu u yoqdan bu yoqdan gapirishga bir turtki bo'ldi-chu. Qarshi tarafning inkosim bek muhim narsa shu. Bu kulki, yumor, chaqchaq, mulupma, komediya qismida-chu. Amal yo'q buningga. Savut bo'ycha 30 ming qo'yni. Meni shunda qizitib kelyaptim ishani meni. Qizda. He? Sen qaraysan, Aki. Qarab Qizda men bunda qarayman. Sen mi qizitsanmi? Qizimizda chiqdik-ku bu yerga. Ama yaxshi bo'ldi. Elayotgan hamda rolimiz bayam sen deding-ku, men hamda xalq o'z baho bersin. Ular baho berishdan burun biz o'zimizdagi kamchiliklarimizni mush orqali desek texmi yaxshi bo'ldi ekan-ku. Ala ko'rib mis qilganlari to'g'ri deyapti-da. Me'lmanda diqqat qilsa bo'ldi-ku degan bir xilnimga ekib qo'yamiz ekan mana bek yaxshi o'rlashtiribdi buni. Alfire xizmatdoshmi, kasbdosh bo'lamiz endi. Alqamni qo'shisiz? Ayali. Evet, qo'shisim edi. Bayam sen bilan chiqib deganman, qo'shisi o'xshaydi. Qaynatisninki ayolning qizi bo'ldi. Tamam. Ama bizmi ko'ryapmiz. Do'yin sporlarda bo'lsin, tek yaqinda birini ko'rib, Alqam ag'inamning qo'l tutib sunib ketganini ko'rdim men. U bichara shu rolni Diqqat qildingmi? Yaqin bunda qilgan birini baka bir hayvan kelib to'xtaydi ekan, uni ko'rib ag'inam. Siz ma avatib qo'yib ekansiz ras. Uni ko'rib shuna bilan Alfira uydan chiqdi ekan. Chiqishiga bu Alqam ag'inam madallik qildi ekanlar. Yani 5 minut gidiyordum ama bir gündekin karşısam kol pol diye oturup gittim tak. Sonra yüzüp koygandım ağınemde bek bozak ama tabi demek geldi. Bek masaj kabula araya çıkışçı. Kesiptim şunda yakşı. Bulanmadı aytkandı bizim ürüştü iş geldi köp. Bizim ürümüz. Bulandık yakşı hem kardeşimiz ümit kılımı. Rahmet. Kini yani şank geldi. Ben bu Alfira'nın buran İtutlarını köygen. Onun için bir şey değil. Filmladım, rol aldım, ilanladım köygen. Bugün ma roluma özü hakikaten aşı oldu. Pişkan artist boğaçka yaxşı aldı. Şu. Şuna mı Alfira ile ben bir sahnede durup birinci ketten bir itut oynayışımızdı komşu. Alfira ile. Muşundan ben hoş oldum. Bundan ikinci oynayıp geçişim. Bunun için yanı birlikte yaxşı bir eserler tam oynab xalqimizga bir zo'q ata qilishimiz uchun qalbimdan tilayman. Rahmat aka. Ketdim jiyan qizim bo'lganimizga kelar qaytimizlarning nevranglar bo'lishi mumkin. Chavranglar olib qolsa-chi? Oy, uçarımız ayak tekim yıkılışımızda. Havrimizni ketmoqda. Ayaksı ya balımız nevrimizi işip ketmişsin. Çevrimiz. Ölümümüz yok. Ölümümüz yok. Fakat xeyir tutmalar. Fakat kıyıp tutmalı. Xavrimiz olib qolsa o'lim xavrim bo'ldi o'chaqda. Ya Alfira mı yaxshi mana. Obdan kunga kunga tirishib ketib bordi hozirgacha. Bularning yana nurg'un fursatlari bor-ku. Shundaqlar san'atimizning har qaysi jihatlarida mujda taraqqi qilmasa, texin ne sahnalar bularni kutib turyapti. Rost. Melarning orzusi shu hamda. Alfira sizningcha yandaydigan bovay momaylarga Mama yok koy bir yerde. Bunun diken fırsat
Bundan keyin fursatlar bo'lsa, texmo hamkorlik. Men faqat goh qilmayman vi. Shundoq jiddiylik. Uyg'urcha usulkensiz. Ama bundan keyin ko'proq fursat bo'lsa, mushtaq hamkorlashishni umid qilma. Sizlarga rahmat. Sizga rahmat. Bo'ldi, Asqarjon Aqchan ko'ngliga bir gaplarni kechish. Bu odam hozir gapni qisqa qilib qo'ygo. So'g'il ishtirib. Gapqilmay. Nadim gaqildi ekanman. Men sizga aldığına bu şunu da böyle. Kalısını hatırca bu fıtıdan biri versin. Böyle gittik. Mana shu so'g'atning egizidan og'am bilan boshqalarning qo'lini yetkazgan o'xshamaydi-ku. O'xshamaydi. Asqarjon Mishaga har bir jafo chekkan Misha kelib, ajr qilib, vaqtini chiqarib, shu komediyaga qatnashib qolganlarga o'z qo'lim beraman degan, o'z qo'lim bilan so'g'at berma degan arzusi. Allah aytdi şu vaqtni chiqardi da mana. Asqarjonga rahmat. Asqarjon bir chavaqchi yutaylikmi shu? Bu Asqarjonning vaqti oltindimi qimmat. Voy, hozir olmasdimi qimmat bo'lib ketdi. Men qimmat, bunda o'tirdigan bolalar emas bu. Asli o'ri turdigan. O'rli turdiganlar. Oldirash emasmi? Sen bilan biz qo'ygan yotadiganlar. Shundan vaqt chiqarib mashada. Biz bilan hamkorlashib, mushu o'ynagan taklif qilgan mehmonlarga o'z qo'li bilan mush sovg'alarni berib, qilgandan biz qo'shib o'timiz mana. Demisman da Alfira biz hammamiz bek yaxshi ko'ramiz. Masalan, shaxsan mening ayolimmi bek yaxshi ko'rdi sizni. Rahmat. Sizni yaxshi ko'radigan bir tinch o'zingiz. Rahmat. Bugun mujda sahnaga keldikan desam bek xush bo'ldi. Ishqilib bu sahnada ko'rib aslan mallarni nesiga satmagan bo'lsangiz texnik yaxshi bo'ldi. Dukanni baldiroq taqib qolamiz emas. Kesman texim terishing. Aman texim zilva. Bo'lib ketding. Sen iştirib qo'ydi ama medal qoldi. Ketdi-da. O, beryapti. Chaqchaq qilaylik deyapman. O, berdi-ku. Katta hayotingizga mushuk bo'lishini, oilangizdan texim baxtlik, bolalaringizdan texim omoq cho'ng bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Rahmat. Alfira, bugun bizningki bir san qatnashib, nihoyat yaxshi bir kulki bo'lindi. Do'qmushdagi paranglarimiz nihoyat biydi. Har bir mazmunimizda yaxshi temalar, endi bek murakkab bir mazmunlarni ifodalab ketmasakmi, ammo komediyada asos xalqimizni kuldirish, birdan bo'lsa kulki zo'q ato qilish. Kilarki do'qmushdagi paranglar programmamiz texim yaxshi mazmuni bilan, ya'ni shu bo'vaylarimizningki, ya'ni keladigan bizning takliflik artistlarimiz bilan birikkan holda texim yaxshi mo'l mazmunli kulkilarimiz, ya'ni davomli ko'rmallarimizga beg'ishlanib turdi, so'g'at bo'lib turdi. Davomli turda biz bilan hamkorlashib turishinglarni, taklif fikrlaringlarni berib turishinglarni chin ko'nglimizda umid qilamiz. Kelar qitimdagi do'qmushdagi paranglarimizni ko'rishaylik, xayr xo'sh.